Bizning Infinity degan obyektimiz, xudo xolisa, dekorativniy panel qildik bu tarafga. Tak biyoqlar krashinli bo'lgan, patologlarda treklar, tinoy profillar, hammasi bor, xudo xolisa. Konditsionerlar cho'tki. Tak, konvektor isitish sistemamiz xudo xolisa ishlab turibdi. Pollarimiz yo'lga oq to'q qilib ajratib terganmiz buni. Xudo xolisa. Bu oshxonamiz, oshxona mebelimizga zakaz berganmiz. Xudo xolisa bitgan jarayonlarni yana bir qo'yib boramiz. Tak, elektrik sistema bu yerda qarang mana. Bundoq qilib shkopga joy tashlaganmiz, shkop ichida qolib ketadi butlar. Mana patologlarda shkoplarga joy qo'yganmiz. Tinoy profil xuddi mana shunaqa bo'lib ajlanib o'tib ketadi mebel atrofidan ham bu yerdan ham. Bundoq bir xil bo'lib. Tak, xonalarda qilingan ishlar. Mutlam полный краска bo'ldi. Stiklохолс, обои, rozetka kulchatilli, skrytий plintus hamma joyda. Ko'rinishimiz xudo xolisa skrytий plintusimiz. Yana bu yerda bitta narsa reshina qilganmiz. Har doim ko'z olganimizda burchaklari yorilib ketaveradi. Bizda bu yerda shirokoformatniy kafeldan atkozga selay qilib, atkoz ichiga yopishtirganmiz, romga podsvet qilib, podokонникlarni ham 45 gradusda cho'tki qilib chiqazganmiz. Keyingi xonamiz xudo xolasa bu yerda ham shu. Yana bitta eslatma, konditsionerni remontdan oldin turbalarni tashattirib olsak, dizaynga asoslantirib, shuni chiroyli bo'ladi xudo xolasa. Mebelimiz bor. Mebel podsvetkasiga sim chiqazib ketganmiz. Mebellar joyi, shkoplar joyi. Bu tarafimizda ham shkopimiz bor. Unga ham joy tashalgan. Podsvetkalar, pardalar bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsa. Keyingi xonamiz xudo xolasa. Родительский спальня. Eshikdan kirishda to'g'rida shkopimiz bor. Bu yoqda kravatimiz turadi. Pardaga joy tashalgan. Так, bu родительский санузел bu. Ichida installyatsiya qilingan, обязательно installyatsiya. Bu yerda moykamiz bo'ladi, встроенный и санузел. Polka bizda faqat orqa tarafda. Mana shunaqa polka qilganmiz. Sushilka. Bu yerda endi paka hozir sklat foydalanib turibmiz. O'shaning uchun barda ketavermaysizlar.